Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, hammalaring sog' salomatmisizlar? Do'stlar, ushbu ko'rib turgan ko'chatlaring kivilarimizni eng serhosil, eng mazasi shirin sortlaridan biri hisoblangan Gold kivi ko'chatimiz. Yoshi 3 yoshda. Kurtli payvand qilganmiz. Mana payvandlangan qismi ko'rishlaring mumkin. Payvandlangan yildan boshlab 2 yil o'tib hosil berishni boshlagan. Mana bugun 1-iyun sanasiga mana mevalarini ko'rishlaring mumkin. Juda ham mazasi shirin bo'ladi. Mevani ichki ko'rinishi sariq rangda bo'ladi. Tashqi ko'rinishi Hayward sort kivimiz bilan deyarli bir xil bo'ladi. Bu sortimiz ikki jinsli bo'ladi. Changlatuvchi erkak ko'chati alohida, hosil beradigan ayol jinsli ko'chati alohidadan ko'chatda bo'ladi. Issiqqa, sovuqqa, kasalliklarga chidamli sort. Mana ko'ryapsizlar, quyoshli joyda rivojlanib, hosillarni berib turibdi. Lekin bu holatga keyingacha quyoshdan, shamoldan, tashqi ta'sirlardan himoya qilib buni moslashtirganmiz. Ko'ryapsizlar, mana hamma tomondan ko'chatni ko'rsatamiz. Juda ham mazasi shirin bu sortimizni. Qiziqqanlarga ko'chatlaridan ko'paytirganmiz. Ko'chatlarimizning narxi 150 ming so'mdan boshlab 350 ming so'mgacha bor. Narxlarini farqi ko'chatni katta kichikligida, yoshida, tuvagini litrida farqi bor. Shunga qarab narxlari ham har xil chiqadi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida Toshkentlik Guzar mahalla fuqarolar yig'ini O'rozmergan ko'chasida joylashgan. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.